Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Bugun sizlar bilan biz 9-sinf kitobini o'rganishlikda boshlaymiz. Bunda biz aynan 1-2 mavzulardan boshlayapmiz. 1 va 2 mavzularimizning nomlari aynan mana shular. Ya'ni tirik organizmlarning xususiyatlari va tuzilish darajalari. Ularda birinchi mavzuyimiz tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari. Tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ularning hujayraviy tuzilishidir. Hujayraviy tuzilish hamma tirik organizmlarga ham nasib etmagan, ammo tirik organizmlarning juda ham ko'pi hujayraviy tuzilishga ega. Ya'ni tirik organizmlar xilma-xil bo'lishiga qaramasdan hammasi hujayralardan iborat. Ya'ni hujayra bu uyimizning bir g'ishti deb oladigan bo'lsak, tirik organizmda xuddi o'sha g'isht bu hujayra deb ataladi. Va aynan hujayraviy tuzilish bu kichik tuzilishga misol bo'lsa, endi hujayralarning o'zlari ham kimyoviy jihatdan, ya'ni kimyoviy elementlari va moddalari juda ham bir-biriga o'xshash bo'ladi. Hujayra esa o'ziga ta'rif aytamiz. Bu barcha xossalarni, ya'ni tirik organizmda bo'lishi kerak bo'lgan barcha xossalarni o'zida mujassamlashtirgan eng kichik birlikdir. Qisqaroq ta'rifda esa yozmaganmiz, uni aytib beraman. Hujayra bu tirik organizmning funksional eng kichik birligidir. Ya'ni hozirgi ta'rifimizga ancha o'xshash bo'lgan ta'rif. Keyingi tirik organizmda o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan biri moddalar va energiya almashinuvi. Va bu moddalar energiya almashinuvi quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni organizm va muhit o'rtasida doimo almashinuv sodir bo'lib turadi. Aynan moddalar va energiya almashinuvi natijasida. Endi energiyani organizm qaydan oladi? Energiyani ozuqadan oladi va quyosh nuridan oladi. Ozuqadan oladiganlari heterotrof organizmlar bo'lsa, quyosh nuridan oladiganlari esa avtotrof organizmlardir. Energiya organik modda ko'rinishida uzatiladi. Ya'ni organik moddaga to'planadi energiya va o'sha organik moddani boshqa bir organizm yegani hisobiga undagi energiya o'sha yeb qo'ygan organizm hisobiga o'tadi. Aytaylik, biror bir o't bor edi, maysa, u quyosh nurida o'ziga energiya sintezladi va organik modda ko'rinishiga o'tkazdi energiyani. Va u organik moddani endi bir chorva mollardan biri yedi. Yegandan so'ng organik modda chorva moliga o'tdi. Aynan ana shu energiya organik moddaga to'plangan edi maysada, maysa orqali, ya'ni organik modda orqali chorva moliga o'tyapti. Moddalar va energiya almashinuvini endi asoslari ikki xil jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni metabolizm ikki xil jarayonga bo'linadi. Assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlariga bo'linadi. Assimilyatsiya jarayoni bu faqat sintez reaksiyalari yig'indisidir. Ya'ni assimilyatsiya jarayonlarida energiya sarflanadi. Dissimilyatsiya jarayonlarida esa organik moddalar parchalanib energiya hosil qiladi. Aynan hujayralarning tiklanishi, o'sishi va rivojlanishi mana shu metabolizm hisobiga kechadi. Bizda organizmlar uchun keyingi xos xususiyat bu oziqlanish. Barcha tirik mavjudotlar oziqlanadi. Ya'ni tashqi muhitdan ozuqa moddalar qabul qiladi. Bu yerda oziqlanishni biz ikki guruhga asosan bo'lishimiz mumkin. Heterotrof va avtotrof guruhlarga bo'lamiz. Endi avtotrof guruhlar o'zini ichida yana bo'limlarga bo'linadi. Ularni 9-sinfda keyingi mavzularda o'rganamiz. Heterotrof organizmlar ham o'zini ichida o'txo'r, go'shtxo'r yoki-da galazoy, saprofit, parazit degan turlarga bo'linib ketadi. Va bu oziqlanishni turlarini ham biz keyingi mavzularda to'liqligicha ko'rib chiqamiz. Oziqlanish nimaga omil bo'ladi? Bu tiklanish, o'sish va boshqa jarayonlar uchun yagona omil bo'la oladi. Sababi tashqi muhitdan ozuqa kirmasa, organizm o'zini o'stira olmaydi,
tiklata olmaydi. Ya'ni jarohatlangan bo'lsa, ana shu joydagi tiklanish oziqlanishsiz kecha olmaydi. Shunday ekan, biz kasal bo'lib qoldikmi, o'zimizni tikalash uchun tashqi muhitdan ozuqani ko'proq miqdorda olib, kasallikni yengishimiz kerak. Tirik organizmlarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri bu nafas olish. Nafas olishga keltirilgan quyidagi qoidani o'qib beraman. Energiya asosan kislorod ta'sirida ozuqa moddalarining parchalanishidan ajralib chiqadi. Endi energiyani kislorod ta'sirida ozuqa moddalaridan ajralib chiqishi, ya'ni parchalanishidan ajralib chiqishi nafas olishga berilyapti. Buni qanday tushunishimiz kerak? Nafas olishda kislorod orqali moddalardan energiya ajralib chiqishini biz pechkada o'tin yoqish orqali tushuntirib beramiz. Ya'ni nafas olish bu yerda qay darajada muhim. Agarda pechkaga o'tinlarni solib, guyitni chaqib, uni yoqsak va pechkani qulflab qo'ysak, unda o'tinlarimiz yonmaydi. Ya'ni tashqi muhitdan kislorod kirmaydi. U yerda reaksiyaga kirishish uchun kislorod kerak bo'ladi. Va xuddi shu kislorod bizni tanamizga ham kerak. Ya'ni ozuqa modda yedikmi? Mana oshqozonimizga ozuqa modda tushdi va ular endi parchalanish kerak. To'g'ri, xlorid kislota ta'sirida u yerda parchalanadi, lekin hujayralarimiz ichida bular energiya ajralib chiqara olishligi uchun bizga tashqi muhitdan kislorod kerak bo'ladi va bu kislorodni biz nafas olish orqali olamiz va bu kislorodni qonimiz barcha hujayralarga yetkazadi. Yetkazganidan so'ng u yerda hujayralar ichida kislorod ta'sirida ozuqa moddalar parchalanib, juda ham katta energiya ajralib chiqadi. Ya'ni nafas olishimiz bizga energiya ajratish uchun kerak ekan. Endi tirik organizmda keyingi xos xususiyatlardan biri ajratish, ya'ni ayirish bo'lsa, hosil bo'lgan zaharli va keraksiz moddalarni organizmdan chiqarib yuborish jarayoni tushuniladi. Ya'ni ozuqa modda yedik, iste'mol qildik va u hazm bo'ldi. Hazm bo'lmagan qismi ham ortib qoldi. Ana shu hazm bo'lmagan qismini organizmdan chiqarib yuborishligimiz bu ayirish, ajratish degan xos xususiyatga kiradi. Bizda keyingi xususiyatlardan biri o'sish va yana biri rivojlanish bo'lsa, o'sish bu barcha tirik organizmlar uchun xos bo'lgan xususiyat. Rivojlanish ham xuddi shunday, barcha tirik organizmlar uchun ham xos. O'sishda organizm asosan ozuqa moddalarini o'zlashtirishi hisobiga oshsa, ya'ni organizm miqdoriy jihatdan ortsa. Avval kichkinagina niholcha bor edi, endi kattagina nihol, ya'ni poyaga aylandi. Bu yerda organizm o'sdi. Miqdoriy jihatdan, hajmi jihatdan ortdi. Endi ana shu niholdan gul ochib chiqishligi yoki barg yozib chiqishligi bu rivojlanishga misol desak bo'ladi. Aynan shu mavzuga o'xshash bo'lgan mavzuda biz 5-sinfda ham o'tgan edik. 9-sinfda endi uni biroz mukammallashtirgan holatida o'tyapmiz. Tirik organizmlarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri bizda qo'zg'aluvchanlik va gomeostaz. Qo'zg'aluvchanlikka mana shu holatda ta'rif berishligimiz mumkin. Tashqi va ichki o'zgarishlarga sezgirlik bu qo'zg'aluvchanlik deyiladi. Ya'ni tinim holatdan tashqi va ichki ta'sirlarda, ya'ni o'zgarishlarga sezgirlik holatida faol holatiga o'tishlik bu qo'zg'aluvchanlik. O'simliklarga nur ta'sir ettirganda ularni nurga nisbatan o'zlarini sezgirligi. Bu qo'zg'aluvchanlikka misol bo'ladi. Endi gomeostaz. Gomeostazda yana bir holatda o'zini o'zi idora etish deb turib aytamiz. Buni qanday tushuntirishimiz mumkin? Tashqi muhit turlanuvchanligiga, ya'ni tashqi muhit doimo o'zgaryapti. Tashqi muhitimiz bir xil holatda emas. Lekin xuddi o'sha tashqi muhitga javoban holatda kimyoviy tarkibini ham, fiziologik jarayonlarni ham bir me'yorda ushlab turishi bu gomeostaz deyiladi. Ya'ni tashqarida qor yog'sa yoki tashqarida juda ham kun ochiq, issiq bo'lsa yoki tashqari sovuq holatda shabodalar bilan yomg'ir yog'sa, unda hech birda bizni
ichki muhitimiz yoki bizni o'zimiz kimyoviy tarkiblarimiz, fiziologik jarayonlarimiz o'zgarib ketib qolmaydi. Ya'ni biz qor yog'sa ham odam holatida turamiz, yomg'ir yog'sa ham odam holatida turamiz va judayam kun ochiq, issiq holatda bo'lsa ham odam holatda turamiz. Bir me'yorda ushlab turiladi va bu nisbatan kattaroq, qo'polroq holatda misol keltirishdi. Endi buni kichikroq holatda, ya'ni murakkablashtirgan holatda misol keltirishimiz bizni tanamizning harorati, tashqi muhit o'zgaruvchan haroratga, bizni tanamiz esa doimiy 36,6 gradusda. Tashqi muhitda atmosfera bosimi har doim o'zgaradi. 1 atmosfera bosimi, 2 atmosfera bosimi holatida doimo o'zgarib turadi. Lekin bizni qon tomirlarimizda oqayotgan qonning atmosfera bosimi 7,6, 801 holatda turadi. Yoki hujayralarimizni ichki va tashqi muhitidagi ishqoriy va kislotalilik muhitlari, pH muhitlari judayam kam holatda me'yorda ushlab turiladi. Kuchsiz ishqoriy holatda ushlab turiladi, ya'ni bu gomeostazga misollar edi. Tirik organizmlarga yana bir xos bo'lgan xususiyatdan biri bu harakatlanish. Hayot doimiy harakatda iborasi bejiz emas, chunki hayot organizm bormi, u doimo harakatda bo'ladi. Demak, barcha hayvonlar doimo harakatda holatda bo'ladi. Harakatlanish nima uchun kerak? Hayvonlar uchun ozuqa topish va xavfdan saqlanish uchun faol harakatlanish kerak bo'ladi. O'simliklarda esa buni passiv holati kuzatiladi. Ya'ni o'simliklar harakati juda ham sekin, lekin buni bilib olishimiz mumkin. Masalan, kunga boqar o'simligi quyosh chiqqanidan boshlab quyosh botgungacha bo'lgan vaqtda doimo quyoshga qarab turadi. Ya'ni shu holatda harakatlanadi o'simliklar, sekin holatda. Tirik organizmlardan yana bir o'ziga xos bo'lgan xususiyatlardan biri ko'payish. Ko'payish bu tiriklikning zaruriy omili hisoblanadi. Sayyoramizda hayot davom etishini ta'minlovchi xususiyatlardan biri. Ko'payishda irsiyat bu tur turg'unligini saqlab beradi, ya'ni belgilab beradi. Olmaning tagiga olma tushishini belgilab beruvchi qonuniyat bu irsiyat bilan belgilanadi. Endi olmaning ta'mi, uning shakli, uning tuzilishi yillar mobaynida o'zgarishligini o'zgaruvchanlik belgilab beradi va bu o'zgaruvchanlik turlarni xilma-xilligini oshiradi. Tirik organizmlarning muhim xususiyatlaridan biri o'z-o'zini tiklash. O'z-o'zini tiklash ikki xil holatda kechadi. Jinsiy va jinsiz ko'payishda namoyon bo'ladi. Avlodning ota-onaga o'xshashligi, ya'ni qayta tiklanishligi bu ko'payish deyilsa, endi u ikki xil holatda bo'ladi. Butun boshli organizmda ham qayta tiklashlikda ko'payish deya olamiz. Bitta hujayrani organoidini, ya'ni hujayradan ham kichik bo'lgan organoidni bo'lingandan keyin keyingisiga o'xshashligini ham biz ko'payishlikka misol qilib ayta olamiz. Bu yerda ikki xilligini aytib o'tyapmiz. Jinsiy ko'payishda ko'pincha organizm yangi muhitga moslanuvchan holatda, yangi belgilarga to'lib toshgan holatda bo'ladi. Jinsiz ko'payishda esa organizm oldingi organizmga juda o'xshash bo'ladi. Ya'ni oldingi organizmning aynan kloni, egizagi desak bo'laveradi. Barcha organizmlarning asosiy xususiyatlaridan biriga mana shu o'z-o'zini tiklashlikda yana bir bor misol qilib aytishimiz mumkin. Bu yerda hujayrani o'zini qayta tiklashligi jinsiz holatda kechadi, ya'ni somatik hujayralarda. Biz biror joyimizni tirnab oldik. Tirnab olganimizdan so'ng endi u joyda bitishi kerak. Bitayotgan paytda u yerda hujayralar jinsiz ko'payadi. Ya'ni bir-biriga o'xshagan hujayralar o'zlarini qayta tiklaydi va qayta tiklash orqali
Biz mana shu tirnab olgan, shilib olgan qismlarimizni tirnalmagandek holatga olib kelamiz. 9-sinfimizda birinchi mavzusini o'tib bo'ldik. Endi shu mavzu bo'yicha savollar beraman. Sizlar javoblar topib kommentariyaga yozasizlar. Endi birinchi savolimiz shundan iboratki, metabolizm bu nima va u necha guruhga bo'linadi? Pauza qilib javobini kommentariyaga yo'llanglar. Sizlarni qanchalik o'rganganinglarni men bilay. Ikkinchi savolimiz oziqlanish necha xil bo'ladi? Uchinchi savolimiz nafas olish nima uchun kerak? Keyingi savolimiz ko'payish necha xil kechadi? Ushbu savollarga javoblar yo'llanglar va biz ikkinchi mavzuda o'tishda davom etamiz. 9-sinfimizning ikkinchi mavzusi tiriklikning tuzilish darajalari. Tuzilish darajalarini quyidagi 6 tasi bilan ifodalashimiz mumkin. Bunda eng kichik daraja molekula daraja. Undan keyingi daraja hujayra, keyingisi organizm, undan keyingisi populyatsiya tur darajasi, 5-inchisi biogeosinoz va so'nggisi eng kattasi biosfera darajalariga bo'linadi. Ya'ni tirik organizm mana shu 6 xil darajada ko'rina oladi. Bundan molekula darajasi. Molekula darajasiga tiriklikdan iborat bo'lgan makromolekulalarni kiritishimiz mumkin. Ularga oqsil, nuklein kislota, lipidlar va uglevodlarni sanay olamiz. Va aynan mana shu makromolekulalar tirik organizmda eng kichik birliklaridir. Endi molekula darajasida qaysi jarayonlar yuz beradi? Quyosh nuri energiyasi organik moddalarga o'tadi. Ya'ni quyosh nuri bor edi, maysalar fotosintez qilish orqali uni organik moddaga energiya qilib bog'lab qo'ydi. Ya'ni glyukozaga energiya sifatida bog'ladi. Ya'ni kimyoviy energiyaga aylantirdi. Va molekula darajasida o'zgarishlar, ya'ni irsiyat va o'zgaruvchanlikda axborotlari berilishligi boshlanadi. Ya'ni bu jarayonda biz nuklein kislotalarga bog'lashligimiz mumkin. Nuklein kislotalarda DNK va RNK degan irsiyatni saqlovchi tuzilmalar mavjud. Ya'ni DNK va RNK o'zi irsiyat saqlovchi tuzilma. Bu keyingi hujayraga beriladi aynan molekula darajasida. Endi hujayra darajasidachi nimalar bo'ladi? Hujayra darajasida avval hujayrani o'ziga ta'rif etsak, bu tirik organizmni tuzilish, rivojlanish va funksiyalari birligi hisoblanadi, eng kichigida. Endi hujayra darajasida kechadigan jarayonlar modda va energiya almashinuvi, tiriklikning butunligi aynan hujayra darajasida saqlanadi. Va hujayra darajasida organizmlar ikki guruhga bo'linadi. Bir hujayrali organizmlar va ko'p hujayrali organizmlar. Bizda keyingi daraja organizm darajasi. Organizm endi mustaqil hayot kechiruvchi yaxlit tizim bu. Ya'ni birligi uchun, bunga misol uchun individ, bitta individni bitta organizm deyishligimiz mumkin. Endi organizm darajasi bir hujayrada ham, ko'p hujayrada ham mavjud bo'ladi. Ko'p hujayralilarida turli vazifalar uchun to'qima, organlar shakllangan bo'ladi. Ya'ni bir hujayrali organizmlarda oziqlanish, ko'rish, sezish uchun hammasi uchun bitta hujayrani o'zi mas'ul bo'lsa, ko'p hujayralilarda endi ko'rish uchun alohida to'qima yoki organ shakllanadi. Biror bir narsani ushlash uchun unga ham alohida to'qima yoki organ shakllanadi. Butun boshli organizmni yaxlitligini ta'minlab, uni ishlarini boshqarish uchun ham alohida to'qima shakllanadi. Tushundikmi? Ko'p hujayrali organizmlarda turli vazifalar uchun alohida to'qima va organlar shakllangan holatda bo'ladi. Endi populyatsiya darajasi. Populyatsiya darajasiga tur darajasi ham deb ataladi. Chunki bu populyatsiyaning asosiy qoidasi
mana shu holatda aytiladi. Ya'ni kitobda slaydimizdan ko'ra boshqacharoq holatda berilgan. Ya'ni ma'lum bir arealda uzoq muddatdan beri yashab keluvchi, boshqa populyatsiyalardan nisbatan alohidalashgan, erkin chachib, serpusht nasl beruvchi individlar yig'indisi bu populyatsiya deyiladi. Endi biz slaydimizda qisqaroq holati berilgan bir areal doirasida, ya'ni bir areal degani bu ma'lum bir maydon degani. Maydon doirasida uzoq muddatdan beri yashab keluvchi va nasl beruvchi individlar yig'indisi bu populyatsiya deb turib slaydimizda keltirilyapti. Va aynan populyatsiya darajasida dastlabki evolyutsion o'zgarishlar yuz beradi. Ya'ni populyatsiyada birinchi o'zgarish yuz beradi, u tur darajasiga chiqadi, keyin turkum darajasiga, keyin sinf darajasiga, keyin bo'lim darajasiga chiqadi. Mana shu holatda evolyutsiyani eng birinchilari yuz beradi. Keyingi daraja biogeosinoz darajasi. Biogeosinoz darajasini o'zini so'zidan tahlil qilishni boshlasak, bios hayot edi, geo esa yer edi. Sinoz degani jamoa degani. Hayot va yerning jamoasi. Bunda biogeosinoz darajasida butun boshli ekosistema bitta darajaga kiritishimiz mumkin. Bunda ekosistemaga kichikroq holatda, ya'ni mikro ekosistemaga chiriyotgan to'nkani aytsak, chiriyotgan to'nkada yer bor, ya'ni to'nkani pasti yer. Chiriyotgan to'nkani o'zi bitta organizm, chiriyotgan to'nkani ichida yashayotgan qurt-qumursqalar yana organizmlar, turli xil qurt-qumursqalar bo'ladi. Endi mana shular hammasi birlashib biogeosinozni tashkil etadi. Yoki makro ekosistemadan, makro biogeosinozdan bitta misol qilib aytadigan bo'lsak, butun boshli Tinch okeani. Tinch okeanida suv bor. Ya'ni yer uchun kiritiladigan, bios hayot uchun kiritiladigan baliqlar bor va ularning jamoalari mavjud. Bu ham bitta biogeosinoz darajasiga misol bo'ladi. O'zini ichida ikkiga bo'linadi: biotop va biotsinoz. Biotop organizmlar yashash muhiti bo'lsa, biotsinoz bu organizmlarning jamoasi. Biotsinoz endi o'zini ichida 3 ga bo'linadi: produtsent, konsument va redutsent. Bu yerda produtsent hosil qiluvchilar, konsument esa iste'mol qiluvchilar, redutsent esa bu yerda parchalovchilar bo'ladi. Biogeosinozda bajariladigan vazifa, jarayon energiyani to'plash va taqsimlash hisoblanadi. Ya'ni biogeosinoz aynan energiyani to'plash va taqsimlash bilan ta'riflanadi, ifodalanadi. Va so'nggi daraja, eng yuqori va eng katta daraja biosfera darajasi. Bu yer yuzidagi barcha hayot ko'rinishlarini o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni yer yuzidagi barcha hayot ko'rinishlari biosfera darajasiga kiritiladi. Endi biosferaning birligi biogeosinoz bo'ladi. Organizmning birligi hujayra bo'lsa, biosferaning birligi biogeosinoz bo'ladi. Va biogeosinoz biosfera darajasida moddalar va energiyaning davriy aylanishi kuzatiladi. Mavzuyimiz ushbu ma'lumotlar bilan yakunlanadi va sizlarga mustahkamlash uchun savollar quyidagilar. Bularni videoni pauza qilib olib yozib oling va javoblarni kommentariyaga ulashing. Ya'ni kommentariyada sizlarning javoblaringizni hammasini tekshirib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Alloh o'rganayotgan ilmlarimizni bundanda ziyoda qilsin. Hammaga xayr.